Etikapda o'ltirishga doir ahkamlar. Birinchi qism. Abduri Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Butun hamd sana ibodat qilishga loyiq bo'lgan Haq subhanahu va taologa bo'lsin. Butun dunyoga rahmat qilib avatilgan oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va qiyomatga qadar uningga ergashganlarga oliy ehtirom va salomlar bo'lsin. Ramazonning oxirgi 10 kunida etikapda o'ltirishdan iborat fazilatlik sunnat amalning biz Uyg'ur musulmonlarda tashlanib qolayotganligi hammaga ayondir. Musulmonlar masjidlarda etikapda o'ltirib, ibodatning fayzini surib, Alloh taolaning mag'firatiga loyiq bo'lishning o'rniga restoranlarning ayrimxonlarida o'ltirib, aysh-ishratning fayzini surib, Alloh taolaning g'azabiga loyiq bo'lmoqda. Bu ig'ir ahvolga echinmay turolmaymiz. Shunga biz bu maqolamizda muborak Ramazon oyi munosabati bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu alohida sunnatini ahyo qilish maqsadida etikapda o'ltirishdan iborat bu maxsus ibodat va uningga munosabatli ahkamlar bilan yaqindan tunishib chiqishga tirishamiz. Etikapning aniqlamasi. Etikap degan so'z arab tilida bir joyda muqim turish, o'zini bir joyga qamab turish degan ma'noda. İslam şəriətində cəmaət namazı oqurulduğan məscid cəmalərdə roz tutqan halətdə muqim turishdan ibarətdir. Etikapda o'ltirishning hukmi. Etikapda o'ltirish odatdagi ahvolda sunnatdir. Chunki bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam izchil davomlashtirgan ibodatdir. Ammo etikapda o'ltirishni nazar qilgan ahvolda uning hukmi vojib bo'ladi. Sahihayndagi hadisda Aisha radhiyallohu anha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam toki vafot bo'lgan qadar Ramazonning oxirgi 10 kunida etikapda o'ltiradi degan. Etikapda o'ltirish ilgirki ummatlardami tonilgan bir ibodat bo'lib, Alloh taolo Qur'on Karimda İbrahim bilan Ismoilga uyimni, ya'ni Ka'bamni tavob qilg'uvchilar, etikapda o'ltirg'uvchilar, ruku qilg'uvchilar, sajda qilg'uvchilar uchun pok tutishni buyurdik degan. Etikapda o'ltirish ibodati jahiliyatdagi arablarga ilgirki İbrahim va Ismoil alayhissalomlar shariatidan miros qolgan bo'lib, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan "Men jahiliyatda Masjidi Haramda bir kecha etikap qilishga nazar qilgan edim" deb so'ragan edi Rasululloh. "Nazringni ado qil" dedi. Etikapda o'ltirishdan maqsadlar. Etikapda o'ltirishdan maqsad Alloh taolo meni ko'rib turadi degan tuyg'u bilan bo'sh vaqtlarda Alloh taologa butunlay yuzlanish orqali dilning sofligini qo'lga keltirish bo'lib, bu ibodat ro'za tutgan holatda ixlos bilan ado qilinsa, Alloh taolo eng yaxshi ko'radigan ibodatning biri bo'ladi. Ba'zi olimlar bu ibodatga etikapda o'ltirgan kishi xuddi bir hojat bilan birining darvozasiga kelib, meni mag'firat qilmoqcha bu joydan zodi ketmayman deb turib olgan kishiga o'xshaydi deb misol keltirgan. Etikapda o'ltirgan kishi tijoratidan, bola-chaqalaridan, o'yin tomoshalaridan, do'st yaronlaridan, umuman butun dunyodan mehrini to'liq o'zib, barliq vujudi bilan Alloh taologa qulluq izhor qilib, Allohning baytiga o'zini qamab, hamma vaqtini Allohning huzurida turib zikr, tilovat, tasbih va nafli ibodatlarni qilishga sarf qilib, Janobi Allohning mag'firati, fazli va rahmatiga loyiq bo'ladi. Bir muddat shundaq ruhoniy paytlarning fayzini surgan, yaratgan Parvardigoriga qulluq qilishning ta'minini tadigan kishi etikapdan chiqqandan keyin dunyoga berilish, foyda manfaatga o'zini urish, vijdonsizlik qilish, umuman Alloh taologa osiylik qiladigan past ishlarga osonlikcha yaqin yo'lab qolmaydi. Etikapda o'ltirgan chog'lardagi go'zal tuyg'u, imoniy kayfiyatlar uning barliq ish-harakatlariga o'chmas izlarni qoldirdi. Etikapda o'ltirgan kishi hayotida odatlangan barliq o'sal odatlarni to'liq tashlab, odat qulluqidan ozod bo'lib, ibodatning ta'minini tatiydi. Undaq nachar odatlarni qilmaymi yashag'ali bo'ldiganligini tushunib yetadi. Jamiyatdagi kishilar orasida bo'layotgan takabburlik, manmanchilik, ko'z-ko'z qilish, shuhratparastlik, nayrangvozlik, pastkashlik, munofiqlik, xoinlik, kayib-safa, raqobat, saxtipazlik, riyokorlik, pixsig'lik, o'ch adovat va hokozlarning hammasining ahmoqona ishlar ekanligini, haqiqiy baslasish degan toat ibodatlarni, solih amallarni qilishda Alloh taolaning rahmat va rizvoniga erishish uchun tirishishda ekanligini tushunib yetadi. Biror banda yaratgan egisining uyi bo'lgan masjidga mehmon bo'lib kelib, barlig'i bilan egisiga bandachilik izhor qilsa, fazli karami cheksiz, iltifoti haddi hisobsiz, rahmati hamma narsani qoplagan kechirguchi, rahim shafqatlik Alloh
u bandasini quruq uzitib qo'yarmi? Hargiz undoq bo'lmaydi. Uni cho'qim o'tdan ozod qilib, tilginini va jannatdan o'rin beribla qolmasdan, balki yana jannatdan yuqori martaba maqom berib uzitishi turganli gap. Etikobda o'ltirishdan qo'lga keladigan foydalar. Etikobda nurg'unlagan hikmat va sirlar, shundaqla xosiyatlar bordir. İnsanның barliq amallari diliga bog'liq. İnsanның dilini foydasiz ishlar egallab, mashg'ul qilib, uni Alloh taologa to'liq yuzlanishdan to'sib qo'ydi. Xotin, bola-chaqa, o'yin tomosha, restoran ziyofatlari, behuda paranglashib o'ltirish qatorliqlar bilan mashg'ul bo'lish dilining diqqatini chechib etadi. Dilini oxiratlik uchun o'ylashdan mahrum qilib qo'ydi. G'aflatga soladi. İnson etikobda o'ltirish orqali bu narsalarning qamal qilib olishidan xalos bo'ladi. Etikobda o'ltirishdan qo'lga keltirgili bo'ladigan foydalarni tuvandagidek xulosalashga bo'ladi. 1. Qadr kechasini ko'zlash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam asosan qadr kechasini ko'zlab etikob qilgan. 2. İnsonlardan uzilib Alloh taologa munojat qilish. 3. Qalbni Alloh taologa to'liq yuzlanadigan qilib tuzash. 4. Saf taat ibodat bilan mashg'ul bo'lish. 5. Ro'zini uninga ta'sir yetkazadigan barliq nafsoniy havaslarning ta'siridan qo'g'dash. 6. Mubah bo'lgan dunyo ishlarini azaytib, foydasiz ishlarni tashlashga, rohat farog'atdan sal yiroqlab, oddiy soddalikqa odatlanishga, g'arbani yeb ichish va yetib qo'pishga, issiq yotgan ko'rpisini tashlab, qattiq yerda uxlashga Alloh roziligi uchun ma'qul keladi. 7. Masjidda o'ltirishga ko'nish. İnsan dastlabda masjidda uzun o'ltirolmasligi mumkin. Keyin ko'nib Allohning uyida ko'ngli arom topadi. Masjidni so'yidi. Masjidni so'ygan kishi qiyomat kuni Alloh saodatadigan 7 kishining biri bo'la oladi. 8. Masjidda namozni kutib o'ltirgan kishiga namoz o'qib turganning savobi yetadi va farishtalar istig'for aytib turadi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biringlar tahorati sunmagan holda namoz o'qigan namozgohdili bo'ladigan farishtalar uninga ey Alloh, uni mag'firat qilgan, uninga rahmat qilgan deb duo qilib turdi degan. 9. Etikobda o'ltirganda jamiyatimizda keng tarqalgan tamaki chekish, naqshi musiqa anglash, televizor ko'rish, aqida va axloqqa zid paranglarni silish qatorliq nachar odatlarning din va jamiyatga ziyonliq haqiqiy abdi basharasi echiladi. Etikobda o'ltirgan kishi talaga chiqib tamaki tutashtirmaydi. Amroq naqshisini anglamaydi. Demak, etikobda o'ltirish yomon odatlardan qutuladigan, tavba qiladigan muhim bir fursat. 10. Etikobda o'ltirish savrchanlikni yetildiradi, nafsni tizginlatadi. Ko'ngan nurg'un huzur halovatlik ishlardan voz kechalaydigan qiladi. 11. Etikobda o'ltirganda Qur'onni bir qatim tugitib o'qib olg'ili bo'ladi. Qur'on o'qishni bilmaydiganlar o'rganib olg'ili, hech bo'lmasa Qur'onning uyg'urcha tarjimasini bo'lsa-mu bir qatim boshdan oxiri o'qib chiqish fursatiga ega bo'lg'ili bo'ladi. 12. Etikobda o'ltirganda kechida tahajjud namozi o'qish fursati qo'ldan ketmaydi. 13. Etikobda o'ltirganda 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qish fursatiga erishadi. 14. Etikobda o'ltirganda tarovih namozini imom bilan to'liq o'qish fursatiga ega bo'ladi. Abu Zar raziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki toki imom qaytganga qadar uning bilan tarovih namozini birga o'qisa, uningga butun bir kecha tahajjud namozi o'qiganning savobi yoziladi. Payg'ambarimizning bu sunnatini yashartayli. Etikobda o'ltirishdan iborat Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan qolgan bu muhim sunnatning diyorimizda tashlanib qolganligi haqiqatan afsuslanarli ishlarning biridir. Shunga imkoniyat topilgan taqdirda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bu sunnatini yashartishimiz, bu ibodatdan qo'lga keladigan Janobi Allohning in'omlaridan mahrum qolmasligimiz kerak. Tabiinlardan Zuhri kishilarning etikobda o'ltirish sunnatini tashlab qo'yganligi haqiqatan ajablanarli ish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam etikobda o'ltirishni Madinaga kelgandan tortib toki vafot bo'lgan qadar qat'iy tashlab boqmagan deydi. Bu so'zni aytgan tabiinlar bugungi ahvolimizni ko'rgan bo'lsa, nima der edikin tang? Biz tuvanda bu fazilatli ibodatning ahkomlarini bayon qilib o'tamiz. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning etikobda o'ltirish usuli. Imom Ibnul Qayyim rahmatullohi alayhi aytadi:
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam toki vafot bo'lganiga qadar Ramazonning oxirgi 10 kunlarida etikofda o'tiradi. Bir qatim Ramazonda o'tirmay Shavvolda o'tirdi. Yana bir qatim Ramazonning dastlabki 10 kunida o'tirdi. Andin o'tirdiki 10 kunida o'tirdi. Andin oxirgi 10 kunida Qadr kechasini ko'zlab o'tirdi. Oxirida Qadr kechasining Ramazonning oxirgi 10 kunida ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin toki vafot bo'lganiga qadar Ramazonning oxirgi 10 kunida etikofda o'tirdi. U masjidda chidir tikishga buyurib, chidirda xoli o'tirib ibodat qiladi. Etikofga kirmoqchi bo'lsa, bomdodni o'qib bo'lib boshlaydi. Har yili 10 kun etikofda o'tiradi. Vafot bo'lgan yili 20 kun etikofda o'tirgan. Etikofda o'tirganda chidirga yolg'iz kirib o'tiradi. Zarur hojat bo'lmasa uyga kirmaydi. Ba'zi ayollari uni ziyorat qiladi. Ayollarini o'ziga takkuzmay, so'ymay o'ltiradi. Etikofda o'ltirganda karovat va ko'rpisini etikof gohiga qo'yg'izadi. Ro'za tutmagan ahvolda etikofda o'ltirishga bo'lamdi. Etikofda o'ltirish ibodati faqatla ro'za tutgan ahvolda vujudga chiqadi. Bu ko'pchilik olimlarning qarashi. Haq Taolo aytadi: "Toki tong yo'rg'onga qadar yanglar, ichinglar. Andin kech kirguncha ro'za tutinglar. Sizlar masjidda etikofda o'ltirgan chag'inglarda ularga yaqinchilik qilmanglar." Baqara surasi 187-oyat. Aysha radhiyallohu anha sunnatda ro'zasiz etikof bo'lmaydi degan. Yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahoba kiromlarmi ro'za tutgan holatda etikofda o'tirgan. Imom Ibnul Qayyim payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ro'za tutmagan holatda etikofda o'tirganligi hech rivoyat qilinmagan degan. Albatta, inson qalbini har turli ishlardan o'zib Allah Taolaga yuzlantirib tarbiyalash, yemak-ichmaklardan to'xtaganda qo'lga keldi. Shunga ro'za tutgan holatda etikofda o'tirish afzaldir. Ba'zi olimlarning qarashida etikofda o'tirish uchun ro'za tutish shart emas, lekin ro'za tutib etikofda o'tirish afzal. Bularning dalili Sahih Muslimdagi bunu hadisdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Shavvol oyining oldingi 10 kunida etikofda o'tirgan. Yana etikofda o'tirish ro'za tutmaydigan kecha vaqtlaridami vujudga chiqadigan tursa, uninga ro'za tutishni shart qilib olishga bo'lmaydi. Bu qarashga asosan Ramazondan boshqa chog'larda ro'za tutmay etikofda o'tirsa bo'ladi. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Shavvol oyida etikofda o'tirganda ro'za tutgan holatda edimi yoki tutmagan holatda edimi? Bunisi noma'lum. Ammo ro'za tutmagan kunlarning kechasida etikofda o'tirsa, etikof hisob bo'ladi. Chunki kechada ro'za tutolmaydi. Uyda etikofda o'tirsa bo'lamdi. Etikofda o'tirish uchun masjid bo'lishi shartdir. Haq Taolo aytadi: "Sizlar masjidda etikofda o'tirgan chag'inglarda ularga yaqinchilik qilmanglar." Bu oyat etikofda o'tirish uchun masjid shart ekanligini ko'rsatadi. Shundaqla cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, juma o'qiladigan bo'lsin yoki o'qilmaydigan masjid bo'lsin, masjidli bo'lsa etikofda o'tirishga bo'ladiganligini bildiradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam masjiddan boshqa joyda etikofda o'tirmagan. Ba'zi olimlar jamoat namozi o'qiladigan masjid bo'lishini shart qilgan. Chunki jamoat namoz o'qilmaydigan masjidda etikofda o'tirsa, ya jamoatga qatnashmay namoz o'qishi kerak bo'ladi, yoki jamoat namoziga qatnashish uchun etikofda o'tirgan masjididan jamoat namozi o'qiladigan boshqa masjidga chiqishi kerak bo'ladi. Ammo ko'p qatim sirtqa chiqaverish etikofning ruhiga zid keladi. Sahihaynda kelishicha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik kelishdan burun bir muddat Hira g'orida istiqomat qilib o'ltirgan edi. Keyin Jibril alayhissalom uningga vahiy elib kelib, o'qu deb buyurgan. Bu chaqlar taqa islom ko'rsatmalari muayyanlashmagan vaqt edi. Keyincha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga borgandan keyin masjid bino qilgan. Qadr kechasining fazilatiga erishish uchun etikofda o'tirishga boshlagan. Ramazonning oldingi 10 kunida o'ltirib, keyin o'ttirdan 10 kunda o'ltirib, keyin Qadr kechasining Ramazonning oxirgi 10 kunida ekanligini bilgandan keyin oxirgi 10 kunda etikofda o'tirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam vahiy kelgandan keyin Madinaga borganga qadar uyda va yoki xilvat joylarda istiqomat qilganligi ma'lum emas. Ummatini buyurganmi emas. Undaq bo'lgan ekan, ba'zi kishilarning yoki ba'zi tasavvuf ahlining payg'ambarimizga vahiy kelgandan keyingi oxirgi ishini tashlab qo'yib, vahiy kelishdan burungi ishiga eslab olib, xilvat joylarda, mazarlarda istiqomat qilib o'ltirishi yoki jamoat namozlariga masjidga chiqmay uylarda istiqomat qilib o'ltirishi sunnatga xilof ishdir. Ammo ayollar Makka yoki Makkadan boshqa barliq o'rinlarda etikofda o'ltirsa istiqomat qilsa bo'ladi.
Chunki ayollarning jamoat namoziga qatnashishi talab qilinmaydi. Hazrati Aisha radhiyallohu anhaning bo'lsa Muzdalifadagi Sabr degan bir tog'da turishchi chidir tikib istiqomat qilganligini Imom Buxoriy sahihida rivoyat qilgandir. Ayollar masjidda etkabda o'ltiramdi. Har qanday amallarda ayolning o'xshash bo'lishi qulluqning taqozzosidir. Lekin ayollarning alohida tabiatini ko'zda tutganlik jihatdan ularning masjidlarda namoz o'qishi erlarga o'xshash ta'kidlanmagan bo'lg'achqa, ularning masjidlarda etkabda o'ltirishimi erlarga o'xshash sunnat va mustahab ish emas, balki muboh ishdir. Xuddi ayollar masjidga berib namoz o'qisa joiz bo'lib, jamoat savobiga erishgandekla, ayollar masjidda etkabda o'ltirsa, etkab savobiga erishidi. Ba'zi olimlarning qarashida ayollar o'z uylaridagi namoz o'qiydigan joylarda, ya'ni uylaridagi masjid qilingan joylarda o'ltirib etkab qoladi. Eri bor ayollar erlarning ruxsatini olib etkabda o'ltiradi. Masjidlarda etkabda o'ltirsa, etkab hisob bo'lsa-mu makruh bo'ladi. Chunki sahih hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hazrati Aisha qatorliq ayollarining masjidga qurgan chadirlarini cho'tib o'tgan. Navoda ayollarning masjidlarda etkabda o'ltirishi makruh bo'lmaydigan bo'lsa, ayollar etkabga kirgandan keyin ularning etkabini buzib o'tmagan bo'ladi. Ayollarning namoz o'qish afzal bo'lgan joyi uyi bo'lg'achqa, uyida odatda namoz o'qiydigan joyda etkabda o'ltiradi. Bu ayollarning masjidi hisoblanadi. Ular etkabda o'ltirganda bu yerdan ayrilmay o'ltirish kerak bo'ladi. Navoda uyida namoz o'qiydigan muayyan bir joy bo'lmasa, uyida etkabda o'ltirsa bo'lmaydi. Burun ayollar uylarida bir hujra yoki bir o'rinni davomli namoz o'qiydigan maxsus o'rin qilib tayyorlagan ekan. Hozir undaq odat yo'qolib ketdi. Shundaqdimi, ayol kishi masjidda etkabda o'ltirish fursati to'liq bo'lmagan ahvolda uydagi biror hujraga kirib chiqmay etkabda o'ltirsa bo'ladi. Bu qarashga asosan Masjidi Haram qatorliq ayollarga maxsus o'rin tayyorlangan masjidlarda ayollar etkabda o'ltirsa bo'ladi. Makruh bo'lmaydi. Uxlamay biror soat etkabda o'ltirmoqchi bo'lsa, yetib uxlash bo'lmag'achqa, odatdagi masjidlarda etkabda o'ltirsa bo'laverdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollari uning vafotidan keyin etkabda o'ltirgan. Ko'pchilik olimlar ayollar masjidlarda etkabda o'ltirsa bo'laverdi, makruh bo'lmaydi degan. Bular sahihayndagi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollarimi uningdan keyin etkabda o'ltirgan degan hadisni dalil qilgan. Bu yerda shuni eskartish kerakki, eri bor ayollar erining ruxsatini olib, andan etkabda o'ltirish kerak. Eri ruxsat qilmagan taqdirda etkabda o'ltirsa bo'lmaydi. O'ltirib bo'lgan ahvolda eri unimisa etkabdan chiqib ketishi kerak bo'ladi. Erning ruxsatini shart qilib qo'yishdan ko'zlangan maqsad bo'lsa, oila qurilmasini qo'g'dashdan iborat. Uning ustiga uy odatda erdan bakroq ayolga muhtoj bo'ladi. Erining ayoliga ehtiyoji bo'ladi. Bolalar onasidan behojat bo'lolmaydi. Demak, er va ayol har ikkalarining uyda turishi intayin zarur bo'lsa-mu, ayol kishining uydan yo'qab ketishi tirikchilik taqozosi bo'yicha davomli sirtlarda yuradigan erning yo'qab ketishiga o'xshamaydi. To'y qilmagan qizlar yoki tul ayollar yoki eri ruxsat qilgan uyda ko'p ishi yo'q ayollar va yoki ayol kishining eri bo'lmagan ahvolda etkabda o'ltirsa intayin yaxshi bo'ladi. Chunki etkabda o'ltirish ruhiy tarbiya oladigan, Alloh taologa yaqin turishni o'rganadigan maktabdir. Hozirgi moddalashib ketgan turmushimizda ayollarimiz bir qancha kun bo'lsa-mu oyog'i chiqmaydigan dunyo halakchiligidan to'liq uzilib, oxirat safari uchun oziqlanishga, etkab mevalaridan bahramand bo'lishga erlarga o'xshashla haqliq va muhtojdir. Masjid degan Allohning uyidir. Masjidda o'tirgan kishi Alloh taolaning huzurida o'tirganligini his qiladi, qo'lliq izhor qiladi, o'zidan hisob oladi. Qilgan ishlarining to'g'ri xatolarini tekshirib chiqalaydi. Nurg'un taat ibodatlar bilan shug'ullanalaydi. Bu orqali ayollar hayotdagi yo'lini tuzlab menish uchun alohida energiya hosil qilalaydi. Albatta, ayollar masjidlarda etkabda o'tirgan ahvolda parda yoki boshqa narsa bilan to'siq paydo qilib o'ltirish kerak bo'ladi. Masjidlarda bunday alohida sharoit topilmagan taqdirda dastlabki qarash bo'yicha ayollar o'z uylaridagi masjidlarda etkabda o'ltirsa bo'ladi. Chunki masjidlarga erlar keladigan bo'lg'achqa, ayollar ularga etkabda o'tirgan holatda ko'rinmagani tuzuk. Etkabda o'tirganda kishi o'ltiradi, uxlaydi, yotadi, tamoq yeydi. Bundaq ahvollarda ayollar aralashib qolsa, etkabdan ko'zlangan maqsad ado bo'lmay, aksicha har xil bo'lmag'ur xiyollarni paydo qilib qo'yadi.
payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollarimi masjidda etikabda o'ltirganda chidir tikib to'saq paydo qilib o'ltirgan. Davomi bor. Sojiya Islom tadqiqot markazi.